Dostlar, hammaga salom. Bugungi obzorumizda fundament bo'ladi. Tayyor fundament. Yer maydoni 70 o'tga teng. Fasadi 24 metr, orqaga qarab 30 metr bo'ladi. Planlari vobshe zo'r qilib, planlashtirib, zo'r etib ishlangan. Hozir birim-birini tanishtirib o'taman. Shunda darvozaxona, pajani xod bo'ladi. O'ng qo'lda, chap qo'lda ikki zal bo'ladi. Spalnilar ham 3 dona spalnisi bor. Holdan xonalari hammasi razdelniy. Chap qo'limizda bir dona oshxona uchun bir xona qoldirilgan. Planlari yaxshi, orqa taraflari, otizorlari polniy ko'milgan. Zileni zona etib qo'ysanlar bo'ladi. Fundamenti yaxshi etib sifatli etib qo'yilgan. Narxi bunday qimmat emas, lokatsiyasi yaxshi yerda joylashgan. Dokumentida hech qanday muammo yo'q. Manzilimiz Ellikqal'a tumani, Bo'ston shahri, Orientir, Novruz to'yxona tarafdan kirib kelsanglar ham bo'ladi, Karvon market degandan Zikashvoydan kirib kelsanglar ham bo'ladi. Lokatsiyasi yaxshi yerda joylashgan. Kichkina bolalarimiz bo'lsa maktabda o'qiydigan bolalarimiz bo'lsa maktabdan bog'chadan umuman muammo yo'q. Ana shunda ipotekalarning ichidan 66-maktab bir olim qatlamda bog'chasi ham bor. Bu tarafimiz bozorga yaqin. Yaxshi yerda joylashgan. To'qdan, vodoprovoddan, Wi-Fi'dan hech qanday muammo yo'q. Tayyor fundament. Bir yaxshi niyatda olib toza joylasanglar bo'ladi. Narxına kelsak, narxi egalar bilan tortishib, talashib, sizlar uchun 100 million so'mga ko'ndirib qo'ydik. Bo'latan yeri bemalol pastiga nomerlarga telefon edib kelib ko'rsanglar bo'ladi. Manzilimiz Ellikqal'a tumani, Bo'ston shahri, Saxovat ko'chasi 3-joy bo'ladi.